o'zimizni bola Svesar vaqtda yozadi u netmiydi. Beberishtadan biri. Nasa perişte deydiyorlar, avtobus barat bıraktı, yanıp gitti, meçiklede biladi. Oyşa kim? Oyşa degan kim? Osur değil mi? Yo'q, Pırt qildi-yu. men shartta qilganim yo'q, jinni bo'ldingizmi? Ya birdan chiqib ketib bilmay qoldi ya. Tavba deng, men shartta qilganim yo'q, men indamay o'tiribman-ku. Nima bo'lsa, undoq qilib ko'zingni nima katta qilib ochib o'tirsan. Yo'q. Endi mayli, bir chiqsa chiqaversin, pırt etganiga nima? Men o'stirganim yo'q, unaqa gapingiz qilmang, yolg'on gapirmang. Tavba qildim. O eshitdinglar bilan odamni? O'zingiz o'stirib o'tiribsiz, menga tuhmat qilmang. Men efirda biron marta o'sirmaganman. O'zi o'sirib qo'yib o'tiribdi. Tavba qildim. Nima bo'lyapti? Nima o'zgaradi? O'sirdim deganingda. Yo, o'zingiz hozir shunaqa qildingiz, yana menga tuhmat qildingiz. Men o'sirishim hamma biladi, просто sen de bundan eshitib, pırt qilib. Ya, tavba qildim. Mayli, odamlardan so'rang, aytadi. So'ramizing odamlarga, kim o'sirdi deb. Kim o'sirdi? Yozinglar, men o'sirganim yo'q ekan. O'sirgan baxtli bo'lsin. Zik deyapti. Zik de o'zi o'sirib qo'ydi.